Uchqunaga Parkent Plazaga kelganman, Aviator Korzinka, Parkent bozori, Yashnobod tuman, joyi zo'r joy. Shu yerda 58 kvadrat korobka. Parkent Plaza Novostroyga chiroyli, axrani 24/7 qo'riqlanadi, bola o'ynaydigan maydonchasi bor, mashina qo'yadigan parkovkalari bor. Shu yerda 10-oxirgi qavat. Korobkamiz chiqqan. Narxini sraz aytib ketaman, 1300 dan kvadrat hisoblanyapti. Mana joylarni sekin tushuntiraman. Mana ikkita sanuzilga mo'ljallangan. Mana bitta sanuzil. Mana yog'imiz mana spalniyaga borasizlar deysiz-ki, bu yoq kattalarnikini qilasizlar. Mana balkonlari ham bor, tayyor. Endi bu yoqdan yo'lidan kelsanglar, mana bu yana общий ikkinchi sanuzil mana. Ikkita sanuzilga joy tashalgan. Xohlasanglar bitta qilib turib, xohlasanglar o'zgartirib yuborsanglar ham bo'ladi. Mana buni 2 xonadonmanku, 3 xona qilib yuborsanglar ham bo'ladi. Oshxona, o'tiradigan joyi katta bo'ladi. 3 xona studiya bo'ladi yoki полноценный 2 xona bo'ladi. O'zini bunaqa balkonlari ham bor. Mana ustalar ham shu yerda ekan, agar da'vat etsanglar remontni shaqillatib aka chiroyli qilib beramiz deyapti. Kvadrati 1300 dan 58 kvadrat 10-qavat. Harakat qilinglar, pastda egalar nomeri bemalol aloqaga chiqaverasizlar, tamom.